Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman markazidan 1,5 kilometr ichkariga kirib kelishdi. Jag'ilbay MFida sotiladigan uchastkamiz chiqib qoldi, 3 xona uylari bilan. Bu tomoni, Bo'ka tomondan kirib kelish. Ko'chadan shundoqqina ichkariga 300 metr kirganda sotiladigan 3 xona uyi bilan tayyor uyimiz chiqib qoldi, yerimiz. Glavniy yo'ldan 300 metr ichkariga kirganda ko'chamiz fayzli, chiroyli mahalla. Ko'chalarimiz asfalt, gaz, svet, hamma kommunikatsiyalar bor, Wi-Fi, ichimlik suvlari, yangi transformatorlar qo'yilgan. Hozir ichkariga kirib qisqacha obzorni ko'ramiz. Bu sotiladigan 3 xonali 11 sotixdan iborat uchastkamiz yangi qurib qo'yilgan uchastkalari bilan ugloyda joylashgan bo'lib, burchakda joylashgan, ya'ni ikki tomonidan ham ko'cha bor. Bu uchastkamiz 2 ga bo'lib ham sotib olsanglar bo'ladi. Kelishilgan holda 2 ga bo'lib ham sotamiz. Faqatgina 2 ta dona klient bir vaqtning o'zida kelish kerak. Bu uchastkamiz oldidan yangi transformator, toklar, suv, yangi liniya, yangi asfaltlar o'tgan. Ko'chamiz 2 tomonga qaragan. Bu uchastkamiz plus tomonlari yangi 3 xona uyidan tashqari 68 dona ekib qo'yilgan, ishlatishga tayyor bo'lib qolgan tereklari ham bor. Bemalol imorat quraman degan akalarimiz kesib ishlatsa bo'ladi. Shu aytilayotgan narximiz ichida mana shu 68 ta terega ham ichida bonus sifatida qo'shib beriladi. Uyimizning eni 18 metrga, uzunligi 70 metr. 18 ga 70 ya'ni. Xonali mana uylari ham tayyor, yangi qurilgan uylar. 68 ta dona teragi bor mana. Ishlatishga tayyor bo'lib qolgan 68 ta. Ko'chada yangi transformator, yangi girpi, suv, gaz, Wi-Fi, svet, asfalt, hamma sharoitlar bor. Umuman kamchiligi yo'q. Bu 11 sotixli uchastkamiz egalari bilan kelishilgan holda 22.200 dollarni baholadik. Yana ustida kelishiladi. Srochniga sotiladi faqat. Srochni olaman deganlar uchun 2 ga bo'lib ham sotiladi uchastkamiz. Bonusiga 68 dona teragi ham qo'shib beriladi.